eringiz aniq sizni tashlab ketadi agar buni vaqtida tekshirtirib, vaqtida davolamasangiz. Ayollarning eng katta xatosi jinsiy mayl pasaygani buni oddiy holat deb qabul qiladi va ko'pchilik oilalar shu tufayli buzilib ketadi. Jinsiy mayl pasayishiga olib keluvchi sabablar turli-tuman, lekin ularni oshirish uchun albatta dori vositalar bor. Agar shu haqida bilmoqchi bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. Demak, jinsiy mayl, ya'ni libidoni oshiruvchi bular albatta estrogen. Ular gel ko'rinishda, tabletka ko'rinishda bo'lishi mumkin. Undan tashqari testosteron. Testosteron erkaklik gormoni bo'lsa ham ayollarda norma holatida bo'lishi kerak. U pasayib ketganda ham jinsiy mayl pasayadi. Undan tashqari barglar bor. Barglarga kiradi jenshay ekstrakti. Undan tashqari tribulus, ya'ni tribulus o'simlikdan olingan ekstrakt ham ayollarda jinsiy maylni oshiradi. Undan tashqari albatta sizda gormonal agar o'zgarishlar bo'lsa, ularni davolashingiz kerak bo'ladi. Uyquni yaxshilashingiz kerak bo'ladi va mahalliy qizdiruvchi kremlardan ham ishlatishingiz mumkin. Bunda albatta mahalliy qizdiruvchi dori vositalar bular qon aylanishini yaxshilaganligi uchun ozgina jinsiy mayl oshadi. Va albatta agar stresslar bo'lsa, stresslardan ham qutuling. Vaqtida qaytaring. Agar videomizga qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'ling va jinsiy mayl pasaygan dugonangizga tez yuboring.